Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Xo'p, ikkita sayt orqali qanday daromad qilishimiz mumkin? Men buni aytib o'taman sizlarga, xudo xolasa bugun va sizlar bundan bemalol o'rganib daromad qilsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkita sayt orqali qanday daromad qilish kerak? Men har doim aytaman, juda ham ko'p odamlarga, ko'p o'quvchilarga aytib kelganman va ko'p obunachilarimga aytib kelganman. Hozirgi vaqtda 2025-yil va undan oldin ham bo'lgan bu narsa. YouTube'ni rivojlantirish ancha zo'r kuchaydi. Va nasib bo'lsa, может O'zbekistonda monetizatsiya yonadi. Lekin monetizatsiya bo'lmasa ham hozirgi vaqtda O'zbekistonda, ya'ni monetizatsiya yonmagan bo'lsa ham O'zbekistonda siz O'zbekistondan turib YouTube tarmog'idan pul ishlasangiz bo'ladi. Siz bemalol pul ishlay olasiz. Men har bitta insonga aytaman va yana qaytarishdan charchamayman. Siz pul ishlay olasiz, bemalol pul ishlasangiz bo'ladi. Shu. Buning uchun faqat bizlarga ikkita sayt kerak bo'ladi. Boshqa saytlar ham bor, lekin men o'zim foydalanib keladigan va shu orqali daromad qilib keladigan saytim bu ikkita hisoblanadi. Men shundan bemalol yaxshi daromad qilaman. Sizlarga ham shu narsani tavsiya bermoqchiman, maslahat bermoqchiman. Xo'p. Men shu paytgacha sizlarga Crea.ai degan sun'iy intellektni aytib kelganman, lekin yana bitta sun'iy intellekt bor. Uning nomi Leonardo.ai. Leonardo sayti. Balki kimdir bilar, balki kimdir bilmas. Men prosta ma'lumot sifatida, qo'shimcha sifatida aytib o'tyapman va kimdir bilsa ham undan foydalanishni bilmaydi, to'g'ri. Ko'p kishi haligacha mana bu tangachalarini tez-tez yo'qotib qo'yadi, balki. Men bu narsani to'g'ri ishlatishni o'rgatmoqchiman sizlarga. Xo'p, keling ikkalasi ham tez-tez ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda bizlarga Crea.ai sun'iy intellekti. Crea.ai sun'iy intellekti bizlarga rasmlardan, ya'ni promptdan rasm chiqarib beradi va o'sha rasmni video ham qilib beradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Videosi faqat bitta qilib beradi, rasmni esa 4 ta 5 tagacha chiqarib beradi. Ya'ni dona emas, 4 ta 5 qator 4 tadan chiqarib beradi. Shu. Leonardo ham bor. Leonardoda ham sal ko'proq nima qilsangiz bo'ladi, lekin uni video yasashi pulli hisoblanadi. Ya'ni bepul chiqara olmaysiz videoni. Faqat rasmlari bepul, videolari pulli. Xo'p, bizlar bundan qanday rasm yoki video chiqaramiz? ChatGPTga kiramiz. ChatGPTga kirganimizdan so'ng bu yerdan ro'yxatga o'tib olamiz. Kim o'tmagan bo'lsa, men o'tganman, menimcha o'tmagan ekanman. Boshqa Gmail akkauntim orqali o'tganman. Xo'p, bu yerdan ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatga o'tib olganimizdan so'ng endi qaranglar. Tak, bizlarga hozir ChatGPT ochiq bo'ladi. Ochib berdim. Keling, menga prompt yozib ber. Biror multik hikoya haqida bo'lsin. Bo'lsa iloji bo'lsa sichqoncha haqida bo'lsin deb yozdik. Tak, mana albatta quyidagi prompt sichqoncha haqida. Bunda ko'ramiz nima deydi bu yerda. Endi biz mana bu narsani copyright qilib olamiz. Tak, kinematik bo'lsin deb yozaylik qani. Men sababini tushuntiraman nima uchunligini. Crea.ai sun'iy intellektiga sizlar prosta bu promptni joylab turib video chiqarmoqchi bo'lsanglar, agar ozroq muammosi bor, u juda ham oddiy qilib chiqarib beradi agar kinematik yozmasanglar. Shu sabab hozir men kinematik yozib o'tdim. Mana endi qaranglar. Bu narsani shunchaki ko'chiramiz va Crea.ai sun'iy intellektga kiramiz, videosi bo'limiga kiramiz. Bu yerdan ham ro'yxatga o'tamiz, kim o'tmagan bo'lsa. Gmail orqali ro'yxatga o'tsanglar bo'ladi. Hech qanaqa kod so'ramaydi, shunchaki o'tasizlar ro'yxatdan. Bo'ldi, mana bu yerga joylashtiramiz shuni. O'tgan safargi darsliklar ya'ni tushuntirilgan sizlarda, ya'ni rasm qanaqa chiqarish, agar bilmasanglar, men sizlarga shu darslik tashab beraman yozsanglar. Bu qiyin emas, xuddi shunga o'xshagan promptni rasm bo'limiga joylaysizlar, bo'ldi. Faqat u yerda rasm bo'ladi. Qaranglar, videoga start berib qo'yamiz bu yerda. Endi sizlar bilan birgalikda bu yerga start berib qo'ydik. Endi Leonardo sun'iy intellektga kiramiz va bu yerdan biz nima qilamiz? Rasm chiqaramiz. Sizlar bilan birgalikda. Get start. Gmail account kiritamiz. Qaranglar, menda iPhone degani faqat iPhonega o'xshaydi degani emas. Sizlarniki Samsungga o'xshaveradi, farqi yo'q. Juda ham savollar ko'payib ketdi. Aka, menda iPhone yo'q. Men iPhone bo'lsa bilardim, qila olaman. iPhone bo'lsa yo'q, farqi yo'q. Samsung, iPhone bir xil ishlaveradi sun'iy intellektlar. Menda iPhone degani bu zo'r degani emas. Shu meni ham iPhone'im oddiy telefon, sizning ham Samsungingiz oddiy telefon. Alo, bo'ldi, ikkalasi bitta narsa. Shu uchun hech qachon o'zlaringiz telefonlaringizni oddiy deb yoki password boshqa narsa qilmanglar. Shu men даже o'zim Samsung ishlataman haligacha.
aytmoqchi bo'lganimki, iPhone qilib bera olmaydigan ishlarni Samsung bilan bajaraman. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Samsung iPhonedan ko'ra yaxshiroq. Даже iPhone'da ko'p narsa pulli. Samsungda esa bepul. Masalan, iPhone'da shunaqa приложенияларда crack versiyasini olib bo'lmaydi. Samsungda olsangiz bo'ladi. Shuning uchun Samsung bilan bosaveringlar. Farqi yo'q. Mimi, Redmi, Samsungmi? Shu. Qaranglar, mana bu yerga kirganimizdan so'ng boyagi promptni shu yerga joylaymizda. Qaranglar, hozir bizda bor 66 tangachani oladi deyapti-da. Kerakli sir bilan o'sha tangachalarni kamaytiramiz. Qanday kamaytirsa bo'ladi, hozir men sizlarga tushuntiraman. Tak. Image ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana настройка bo'limini bosamiz. Chap tarafdagi настройка bo'limini bosdik. Kim ko'rmagan bo'lsa, mana Logic Realism degan joy turibdi. Endi qaranglar, mana 66 tangacha bo'ldi, o'zi shuni kamaytiramiz endi sizlar bilan. Agar qaranglar, kompyuterdan kirsanglar, bu tangachani yana kamroq ko'rsatadi. Kompyuterda baribir nima yaxshiroqdan Viber. Tak, mana o'zi Flux Dev, mana Phoenix ni belgilasak juda ham kam bo'ladi. Phoenix ni belgilasak, ko'rdinglarmi 24 taga tushib qoldi Phoenix ni belgilasak. Lekin baribir rasmni o'z holatida yaxshi chiqarib beraveradi. Phoenix belgilaymiz, bizlarga keyin 916 formatda kerak. Chunki videoni biz YouTube ga joylaymiz, albatta YouTube Shorts ga joylaymiz, shu sabab shunaqa. Endi boyagi promptni mana shu yerga вставить qilib create bosamiz. Qanday chiqarib beradi. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta rasm chiqarib beryapti bizlarga. Mana shu rasmlardan ham bemalol foydalanib video yasasak bo'ladi, ketma-ketlik asosida. Kimdir shu videoni jonlantirib video yasasa, kimdir shu rasmlarni o'zini ketma-ketlik asosida qo'yib video joylaydi. Masalan, bitta rasmda pishakcha qayg'uli turgan bo'ladi, bittasida kulib turgan bo'ladi. Bittasida kimdir qutqarib qoladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham a'lo darajada rasm yasab berdi. Juda ham a'lo darajada rasm yasab berdi va biz bu rasmdan bemalol foydalanib, orqasiga orqa fonda muzika, qanaqadir inglizcha muzika, tin degan muzikalarni qo'yib turib, bemalol YouTube tarmog'imizga qo'ysak bo'ladi. Albatta, YouTube'laringiz amerikanskiy YouTube bo'lishi kerak. Shunda pul to'laydi. Aytib o'tayman yana sizlarga. Amerikanskiy YouTube bo'lishi kerak, shunda pul to'laydi. Va bu sizlardan ortiqcha vaqt olmaydi. Kunida bitta ikkita video qo'yib qo'yish bu hech narsa emas. 1 soat, 2 soat vaqtingiz ketadi. Bitta videosi topga uchib ketgani, masalan 1 million, 2 million prosmotr bo'lgani, bu degani, qaranglar, 1 million bo'lgan, agar Amerika ko'rsa, Avstraliya yoki Norvegiya shunga o'xshagan joylar ko'rsa, 1 million prosmotrga siz eng kami 200 dollargacha pul ishlaysiz. Tushunyapsizmi mana? Shu sabab bosish kerak akalar, opalar, mana shunaqa videolarni yasab, shunaqa narsalarni yasab turib bemalol daromad qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi boyagi Create joyiga kiramiz. Menimcha tayyor bo'lib qoldi. Yoki ozroq kutamiz. Zavershiniya bo'lyapti hozir. Ozroq kutamiz sizlar bilan birgalikda. Mana ko'rishlaringiz mumkin, videomiz ham tayyor bo'ldi. Ya'ni bizlarga Create sayti tayyor videoni taqdim qildi bitta prompt orqali. Bitta kirib ko'ramiz, qani nima bo'ladi. Mana sichqoncha chiqib kelyapti o'zini uyasidan. Xo'p, endi qaranglar, men sizlarga hozir zo'r narsa aytaman. Xohlasanglar boshqacharoq prompt qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar, agar Gmail akkauntlaringiz ko'p bo'lsa, agar mana shunaqa Create'dan 5 ta 6 tasida kirib, 5 ta 6 ta Gmail akkauntlaringizdan kirib turib, 5 ta 6 ta 5 sekundlik videolarni yasab, keyin birlashtirib bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Bo'ldi, shu videoni saqlab olganlaringizdan so'ng uni CapCut orqali to'g'rilaysizlar. Ya'ni CapCut orqali unga ishlov berasizlar, muzika yoki shunga o'xshagan ovozlar qo'yasizlar va u videoni siz shunchaki YouTube tarmog'iga joylashtirasiz. Bo'ldi. Hozir bizlar YouTube ga Shorts emas, boshqa versiyada chiqardik. Mana bu yerni bosib turib, portret versiyasida ham chiqarsak bo'lar edi. Lekin biz shunchaki yotiq versiyada chiqargandik. Agar siz ham shunaqa videolar yasayman, shu YouTubedan daromad qilaman, katta daromad qilishni xohlayman deydigan bo'lsanglar, agar bundan emas, bundan zo'rroq bo'lgan professional darslarni o'rganib YouTubedan yaxshi daromad qilaman deydigan bo'lsanglar, agar men pastda o'zimni adminimning linkini qo'yib qo'yaman, bemalol o'tib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Albatta bizlarda kurs ham bor. U kursga bog'lanib, to'liq ma'lumot olib, shu YouTube bo'yicha to'liq darslarni o'rgansanglar bo'ladi. U yerda 0 dan 100 gacha o'rgatiladi, ya'ni daromad qilguningizgacha o'rgatiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.